Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Bors Forex kanali. Sizlar bilan 3-oktyabr sanasida Nasdaq parasida bo'lgan short pozitsiya uchun bo'lgan ideyani obzorni ko'rib chiqamiz. Daily time frame'dan o'tadigan bo'lsak, o'zi bilamiz, что Nasdaq hozir all time highda bo'lgani uchun ozgina qiyinroq nimadir deyish. Lekin bizlar kecha ideyamiz bordi, atrobotga qilib berdi. Ko'radigan bo'lsak, bizda payshanbani high'ini narx sweep qildi. O'sha payt men pastga qarasam, pastda bizda aktual bo'lgan FEG bor edi. Aktual bo'lgan, ya'ni bu magnit zona narx to'g'ri o'sayotgan narx baribir o'sha bullish key levellarga, FEG, OB'larga javob berib ketish kerak. Shuning uchun ham bu yoqdan reaksiya olish aniq bo'lmasa ham, lekin bu yoqqa kelishi ancha uverinroq edi. Xo'p, 4 soatlik o'tadigan bo'lsak, 4 soatlikda mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Narximiz 6 AM, 2 AM ni sweep qildi. Keyin pastga oqib berdi. Bu yoqda ikkita yo'nalish qilsa bo'lardi. Bittasini qilganman, bittasini qilmaganman. Bittasi mana bu yoqdan OB qilib turib kirib ketish, ya'ni bu ham 4 soatlik order block. Ikkinchisi 1 soatlik time frame ga o'tganda, 1 soatlik time frame da mana shu yerdagi breaker blockdan ham kirib ketsa bo'lardi. Ya'ni key level sifatida olinganda demoqchiman. Lekin mana bu yoqda aytishimiz mumkin, что narx sweep qildi, ichida yopildi. Bu bizga tasdiqsiz kirib olishimiz endi bilmagan bo'lardi. Keyingi candle'da может tasdiq berarmiz, undan keyingidami. Mana bu candle tasdiq berdi, что da sweep qildi, yopildi. Narx pastga ketmoqchi. Endi nima? Mana 6 AM ni belgilab qo'ydim. Endi 15 minutlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, 6 AM tugadi. 6 AM boshlangandan keyin mana bu yoqda CSD bor. Bu CSD lekin men o'zim mana shu CSD bergan payt monitor oldida emas edim. Keyin bir marta New York sessiyasida bu yoqda OTE ham bergan. Bu ham aktual entry hisoblanadi. Bugunga shu risk reward birga 3 birga turishsa bo'lardi. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.